Avval bundan bir 5-10 yil oldin aynan shu ko'rib turgan yerimizni arkasında atalar degan choyxona bor edi va bu yerimiz ikki bankning o'rtasidagi choyxona ishlab turadi. Bu choyxonamiz o'rnina bugungi kunda 7 etajli dom solindi. Bu dom solingandan Qo'shko'pirda shuning baland chiroyli dom ko'tarilishini hech kim kutmaydi, hech kim ishonmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga Qo'shko'pirda yangi qurilgan 7 etajli domimizni reklam etacakmiz. Xonadonimiz 52 kvadrat sotiladi. Qo'shko'pirning sentri, ikki bankning o'rtasidan 52 kvadrat tayyor podkirish joyimiz sotiladi. Bolalar maydonchasi ham bor. Ikkinchi podiyezi 5-etajdan 24/7 liftlar ham joylashtirilgan. Yana bir bora xayrli kun aziz yurtdoshlar. Aytib o'tganimizdek, ikki bankning o'rtasi 7 etaj domimizning ikkinchi podiyezi 5-etajdan 52 kvadrat tayyor podkirish joyimiz sotiladi. Xo'p, joyimizni ko'rsatgan bo'lsak, 52 kvadrat eshikdan doğru kirganning, yana eshikdan kirganning bizlari daliz kutib oladi, dahliz desak ham bo'ladi. Shu dalizimizdan kengligidan unumli foydalangan, chunki bu yer keng, unumli foydalanib, bu yerda oshxona etib berganlar, mebellari, hamma jihozlari bilan tayyor bo'lib turibdi. Gaz, svet, suv hammasi narsasi tayyor. Bu yerimizdan esa shkaf atib ketilgan. Eshikdan kirganning go'naklaringizni osib shkafdan kiraverasizlar. Xo'p, bu yanimiz zalimiz. Xalosa esa spalnya sistlar ham bo'ladi. Pardalarni ko'rib turganlaringizdek, Urganchda yaxshi pardachiga qo'yilgan, tiktirilgan. Bu yanimizda mebellarimiz ham yaxshi mebelchilar zakaz berib tayyorlatganlar. Xonadonimiz elektronik kotyol bilan jihozlanib turibdi. Shu yerimizning o'zidan balkona chiqib ketsak bo'ladi. Joyimizda bir odam faqat 2-3 hafta bir oyda yashagan. Bo'lgani. Hozir joyimizni sotishga qaror etdilar. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, bu tarafimizdan esa yana dahlizga chiqamizdan spalnya o'tib kelamiz. Spalnyamizning mebellari ham chiroylisindan turibdi. Trezorskoy sistlar ham bo'ladi. Pardalar ham yaxshisidan, shu mebellar qo'shadigan qilingan. Mana shu xonadonimiz. Xo'p, bu yana o'tadigan bo'lsak, tualet, bani, ya'ni sanjel. Mana Aristol hamma narsalar ishlab turibdi 100% banimizda. Shu ko'rib turgan xonadonlarimiz sotiladi. Telefon nomerlari eganiki pastda yozilib turibdi. 380 milliondan kelishiladi. Qo'shko'pirning sentri, ikki bankning o'rtasi, 7 etaj domni, 5-etaji, ikkinchi podiyezi. Kelib, ko'rib, savdo qilsangizlar bo'ladi. Zamon dekor guruhimiz bilan shu xonadonni sotib olib to'y berganlaringizda xizmat qilish nasib etsin. Sog' bo'linglar.